Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, aziz vatandoshlar. Bugun men sizga juda muhim va ko'pchilik uchun shaxsiy ma'nosi bo'lgan bir mavzuda gapirib beraman. Bu O'zbekistondagi nogironlik bo'yicha nafaqa haqida. Vazir 2026-yilda mamlakatimizda nogironlik bo'yicha eng kam nafaqa 1,12,000 so'm. Bu pul prezidentimiz tomonidan 2025-yil 2 iyun kuni imzolangan 91 raqamli farmon bilan shu yil 1 iyul kunidan boshlab rasmiy ravishda joriy etildi. Aynan shu farmon bilan yoshga ko'ra eng kam nafaqa ham 918 ming so'mga ko'tarildi. Demak, nogironlik bo'yicha nafaqa yoshga ko'ra nafaqadan atigi 94 ming so'm ko'proq. Yuzaki qarasang, davlat nogironlarga ko'proq beradi. Bu adolatdir. Lekin aziz vatandoshlar, bu mavzuning haqiqati o'ta qayg'uli. Chunki bu nafaqa kimga beriladi va kimga berilmaydi? Masala aynan shunda. Qonun bo'yicha bu nafaqa faqat birinchi va ikkinchi guruh nogironlariga beriladi. Uchinchi guruh nogironlari esa umuman nafaqa olmaydi. Faqat Chernobil atom elektr stansiyasidagi avariyaga aloqador nogironlar uchun istisno bor. Shu odamlarga uchinchi guruh bo'lsa, nam nafaqa beriladi. Bu qonunda shunday yozilgan. Bu demak, agar sizni MSEK medik sotsial ekspertiza komissiyasi uchinchi guruhga o'tkazsa, siz butun nafaqadan chetlashtirilasiz va bu millionlab odamlarga tegishli muammo. Afg'on urushi sobiq jangchi Sibir oyog'ini yoki bir qo'lini yo'qotgan bo'lishi mumkin, lekin agar MSEK uni ish qila oladi deb bog'lab uchinchi guruh bersa, u nafaqa olmaydi. To'qon sanoatida 30 yil ishlagan, silikoz kasalligiga chalingan, o'pkasi yarimlagan bir ishchi, lekin agar komissiya uni og'ir deb hisoblamasa, u ikkinchi emas, uchinchi guruh bo'lishi mumkin va natijada nafaqa ham yo'q. Ota-onalariga yoki o'ziga hujjat yig'a olmayotgan yosh nogironlar, bolaligidan nogiron bo'lganlar, bolalarini qaragani uchun ishlay olmagan onalar, ular ham har kuni shu tizim bilan kurashib, imtiyozlar olish uchun navbatlarda to'planib yurishadi. Bugun shu rolikda men sizga bu tizimning butun haqiqatini, barcha guruhlar bo'yicha raqamlarni, barcha ustamalar, barcha qo'shimcha to'lovlar, barcha imtiyozlar va eng muhimi, MSEK noinsof qaror qilganida qanday kelib shikoyat qilish mumkinligini aytib beraman. Yuristning 5 qadami buni har bir nogiron olasi biladigan va ishlatadigan qurol bo'lishi kerak. Shu rolikni oxiriga qadar iltimos, oxirigacha ko'rib chiqing, chunki bu ma'lumot sizga, sizning yaqiningizga yoki mahallangizdagi biror nogiron odamga juda kerak bo'lishi mumkin. Va hayot qanday adolatsiz bo'lishi mumkin? Men sizga bir oz gapirib beray. Menga yuzlab maktublar keladi. Bir onaxon Buxorodan yozadi. Rustamjon o'g'lim, mening o'g'lim Afg'oniston urushida qatnashgan, bir oyog'ini u yerda qoldirgan, sonida jamma vaqt og'riq bor. Biz MSEKga boramiz, ular uni ko'radi va uchinchi guruh yozib beradilar, deyisharki, u ishlay oladi, u maktabda qorovul bo'lib ishlay oladi. Lekin o'g'lim protezsiz qadam ham bosa olmaydi, u darmonni topa olmaydi, u yurish uchun, yordam uchun kelin kuyovimizga bog'liqdir. Biz nima qilishimiz kerak? Ikkinchi onaxon Samarqanddan yozadi. Mening qizim tug'ma nogiron, bolaligidan go'dak kabi. U hozir 30 yoshda. Butun umr men unga qarab turganman. Menga hozir 70 yosh, men uning buvosi buvisidan boshqa hech qanday yordam ola olmayapman. Mening qizim birinchi guruh nogiron. Uni nima qilmoqim kerak? Men qart bo'lib ketganimdan keyin u nima qiladi? Uchinchi maktub shaxtachi otaxondan. Men 30 yil To'qon konida ishlaganman, keyin ham silikoz kasalligiga chalinib ishdan chetlatilganman. MSEK menga ikkinchi guruh berdi, lekin nafaqa juda oz, faqat 1,12,000 so'm. Qayerdagi ustamalar? Menga hech kim aytmagan, advokat xizmati ham qimmat. 4-chi maktub yolg'iz yashaydigan bir otaxondan. Men 75 yoshdaman, ikkinchi guruh nogironman, yolg'iz yashayman, bolalarim uzoqda. Menga 75% ustama loyiq, lekin uni menga hech kim aytib bermaydi. Men har oy pensiya jamg'armasiga borsam ham, ular bu avtomatik beriladi deyisharkan, lekin aslida avtomatik berilmaydi. Yillar o'tib ketmoqda, men o'z haqimni talab qila olmayapman. 5-chi bir maktub yosh onadan. Mening bolamga birinchi guruh nogironlik berilgan, u doimiy parvarish kerak, men ishga chiqa olmayman. Menimo tashlab ketgan. Mening hayotimda faqat 820 ming so'mlik posobiya bor. Bu pul bilan biz qanday yashashimiz kerak? Bu pul bilan bolam uchun dorilarni qanday olish mumkin? Bu maktublar har kuni menga keladi. Bu maktublar
Bu mamlakatimizdagi adolatsizlikning asl kartinasidir. Bu insonlar yoshligidan o'z mehnati va sog'lig'i bilan mamlakatga xizmat qilishgan va endi ular og'ir kunlarida yolg'iz qoldirilmoqda. Shuning uchun aziz vatandoshlar, iltimos bu rolikning oxirida kommentariylarda yozing, o'ylangizda nogiron bor bo'lsa qaysi guruh qanday nafaqa oladi, emsak qanday yondashgan. Sizning har bir so'zingiz bu mamlakatdagi adolat uchun kurashda bir yordamdir. Meni tanimaganlar uchun men o'zimni tanishtiray. Mening ismim Rustam Nuriddinov. Men yuristman, advokatman. Uzoq yillardan beri O'zbekiston fuqarolarining, ayniqsa nafaqaxo'rlar va nogironlarning huquqlarini himoya qilib kelaman. Bu kanalimda sizga mamlakatimizdagi barcha yangi qonunlar, barcha yangi prezident farmonlari, barcha yangi tartib qoidalar haqida oddiy tushunarli tilda tushuntirib beraman. Chunki bilish bu kuch. Bu mamlakatda har bir imtiyoz, har bir haq, har bir tiyin faqat siz talab qilingizda beriladi. Shuning uchun o'ziroq kanal tagidagi obuna bo'lish tugmasini bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing, like ham bosing. Shunda biz chiqargan har bir yangi rolik sizga va oila a'zolaringizga yetib boradi. Bu rolikni o'z bolalaringizga, nevarangizga, mahallangizdagi barcha otaxon, onaxonlarga, barcha nogiron oilalarga ko'rsating. Endi tarixga biroz qaytaylik. Sovet ittifoqi davrida ham nogironlik nafaqasi bor edi. U paytda komissiya FTEK deb atalardi. Vrach mehnat ekspert komissiyasi. U oddiy edi, hujjatlar oz edi, vrach sizni ko'rar edi va qaror berar edi. Bundan ham muhimi, 60 yoshga yetgan erkaklar va 55 yoshga yetgan ayollar uchun nogironlik avtomatik ravishda umrbod tasdiqlanardi. Ular har yili qayta tekshiruvga borishardi. Bu yengillik edi. Endi bu yengillik ham bor, lekin odamlar uni deyarli bilishmaydi. Shuning uchun ham odatiy ravishda qayta tekshiruvga borishadi. Qonun aytadi, 60 va 55 yoshdan keyin nogironlik nafaqasi umrbod tayinlanadi va qayta tekshiruv faqat shaxsan murojaat bo'yicha amalga oshiriladi. Shu qoidani har bir katta yoshdagi nogiron bilishi kerak. Bugungi emsak esa boshqacha ishlaydi. Sizni har yili, ba'zan har 2 yilda qayta tekshirishadi. Sizga ko'p hujjat, ko'p tekshiruv, ko'p yaqin shifokor xulosasi kerak. Poliklinikaga jonli kerak, laboratoriyaga kerak, rentgenga kerak, boshqa vrachlarga kerak. Bu barcha hujjatlarni to'plab, navbatda to'planib, go'yda butun kunni sarflab yurasiz. Va eng yomoni, komissiya go'yda noadolatli qaror beradi. Bir nogiron odam sizga aytib bersa, menga birinchi marta ikkinchi guruh berishgan, ikkinchi yil meni qayta tekshirishdi va uchinchi guruhga o'tkazishdi. Go'yo mening sog'lig'im yaxshilangan, lekin hech narsa yaxshilanmagandi. Men hamma kabi ham ish qila olmayman. Bu qanday tushuntirishdir? Qonun aytadi, nogironlik guruhi faqat sog'liqning haqiqiy o'zgarishi asosida o'zgartirilishi mumkin. Lekin amalda ba'zan komissiya moliya mablag'larini tejashga ko'proq e'tibor qaratib qaror qabul qiladi. Bu noto'g'ri, bu qonunga zid va bu qarorga qarshi ham shikoyat qilish yo'li bor va men sizga shu yo'lni ham to'liq aytib beraman. Endi rasmiy raqamlarga qaraylik. Birinchi guruh va ikkinchi guruh nogironlari uchun nafaqa qanday hisoblanadi? Qonun bo'yicha nafaqa sizning o'rtacha oylik ish haqingizning 55%. Lekin u yoshga ko'ra eng kam nafaqaning 100%dan kam bo'lmasligi kerak. Demak, sizning o'rtacha maoshingiz qancha kam bo'lsa ham, siz 1 million 12 ming so'mdan kam ola olmaysiz. Bu qonunda mustahkamlangan minimum. Endi qo'shimcha ustamalar. Bu juda muhim qism, chunki ko'pchilik buni umuman bilmaydi, ko'pchilik ularni yozmaydi va shu yo'l bilan har oy minglab so'm yo'qotadi. Birinchisi, birinchi guruh nogironiga nafaqaning bazaviy hisob qiymatining 75% ustamasi. Bazaviy hisob qiymati 471 ming so'm. Demak, 75% taxminan 353 ming so'm. Bu har oy qo'shimcha. Ikkinchisi, birinchi guruh kuz nogironlari uchun, ya'ni kurlar uchun ustama bazaviy hisob qiymatining 100%. Ya'ni to'la 471 ming so'm. Uchinchisi, ikkinchi guruh yolg'iz nogironlari uchun ustama bazaviy hisob qiymatining 75%. Bu barcha ustamalar avtomatik ravishda sizga berilmaydi, faqat siz ariza yozganingizda beriladi. Bolalikdan nogiron bo'lganlar uchun posobiya ham 1 million 12 ming so'm. Bu alohida qoida. 18 yoshgacha bo'lgan bolasiga doimiy parvarish kerak bo'lgan nogironlikdagi bolani boqayotgan qonuniy vakilga to'lanadigan posobiya 820 ming so'm. Shu qoidalarni ham bilish kerak. Shuningdek, nogiron bolani 8 yoshgacha tarbiyalagan ona
agar uning ish staji kamida 20 yil bo'lsa, yoshga ko'ra nafaqaga umumiy yoshdan 5 yil oldin chiqish huquqiga ega. Bu ona uchun katta imtiyoz. Siz buni bilasizmi? Ko'pchilik ayollar buni ham bilmaydi. Ish vakolatli qonundan bor. Agar siz mehnat jarayonida travma olib yoki kasb kasalligiga chalinib nogiron bo'lgan bo'lsangiz, nafaqa sizga ish stajingizdan qat'iy nazar tayinlanadi. Hatto bir kun ishlagan bo'lsangiz ham, hatto mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, stajingiz yo'q bo'lsa, sizga nafaqa beriladi. Bundan tashqari, ish beruvchi sizning sog'lig'ingizga yetkazilgan zararni qoplashi shart. Yo'qotilgan maoshingiz, reabilitatsiya xarajatlaringiz, protez, dori darmon ish beruvchi zimmasida. Bu qonunda yozilgan. Ko'pchilik ish beruvchilar buni to'lamoqchi emas, lekin sudda isbotlasangiz pul keladi. Umumiy kasallik uchun nogiron bo'lganlar uchun esa boshqa qoida. Bu holatda sizga muayyan ish staji talab qilinadi. U yoshingizga bog'liq. 23-26 yoshda 3 yil ish staji, 31-36 yoshda 7 yil, 56 yoshdan kattalar uchun 20 yil ish staji. 20 yoshgacha bo'lganlarga staj umuman talab qilinmaydi. Agar stajingiz yetmasa, nafaqa siz to'plangan stajga mutanasib ravishda tayinlanadi. Bu ham juda muhim qoida. Endi men sizga yuristning 5 qadamini aytib beraman. Bu 5 qadam har bir nogiron va nogiron oilasi biladigan va ishlatadigan qurol bo'lishi kerak. Birinchi qadam: MSga borishdan oldin barcha tibbiy hujjatlarni eng to'liq tarzda tayyorlang. Shifokor xulosalari, poliklinikadagi tarixingiz, kasalxonadagi yozilish hujjatlari, barcha tekshiruvlar natijasi, dorilarning ro'yxati, agar majburlik holatidan keyin hayotingiz o'zgargan bo'lsa, buni ham yozib boring. MSek faqat qog'ozlarga qaraydi, og'izga emas. Hamma narsa yozilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam: agar MSek sizga 3-guruh bersa yoki umuman rad etsa, sizning shikoyat qilish huquqingiz bor. Bir oy ichida siz yuqori turuvchi MSekga, shahar yoki viloyat hududiy komissiyasiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Arizani albatta 2 nusxada yozing va bir nusxada qabul qilindi muhrli bo'lsin. Uchinchi qadam: MSekdan guruh olganingizdan so'ng Darzol pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmasiga boring va ariza bilan nafaqa tayinlashni so'rang. Ariza bilan birga barcha ustamalarni ham so'rashni esingizga oling. Birinchi guruh 75% ustama, birinchi guruh kuri 100% ustama, ikkinchi guruh yolg'iz 75% ustama. Bu ustamalar avtomatik berilmaydi. Siz talab qilishingiz kerak. To'rtinchi qadam: imtiyozlar uchun ariza. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari mulk solig'idan va yer solig'idan mutlaqo ozod. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqdan 4 minimal ish haqi miqdorigacha har oy ozod. Ish beruvchi tomonidan sanatoriy kurort yo'llanmalarining qiymati to'la yoki qisman qoplansa, bu pullar ham soliqsiz. Barcha shu imtiyozlarni talab qilish kerak. Boshqa imtiyozlar, shaharlararo va shahar ichida transportda chegirmalar, dorixonadagi chegirmalar, mafalla yordami hammasi alohida arizalar talab qiladi. Soliq xizmatiga alohida ariza bilan murojaat qiling. Unda shaxsiy ma'lumotlaringizni va nogironlik guruhingizni yozing hamda tegishli soliqlardan ozod qilishni so'rang. Shu arizaga MSek hujjatining nusxasini ilova qiling. Ariza tasdiqlangandan keyin soliqlar avtomatik ravishda sizga yuklanmaydi. Shuningdek, agar siz ishlaydigan bo'lsangiz, ish beruvchidan jismoniy shaxs solig'idan ozod bo'lganingizni ham yozma ravishda tasdiqlang. U ham sizning ish haqingizdan soliq ushlab qolmasligi kerak. Bu pul sizning har oylik chin daromadingizga qo'shiladi. 5-chi qadam: eng oxirgi qurol sud. Qonun o'z so'zi bilan aytadi. MC qarorlari ham, pensiya jamg'armasi qarorlari ham tuman yoki shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin. Kam ta'minlangan fuqarolar uchun, ayniqsa nogironlar uchun davlat tomonidan tekin huquqiy yordam tizimi bor. Bu xizmatni advokatlar palatasi orqali olish mumkin. Mavalla raisidan tekin advokat olish uchun ma'lumotnoma so'rang va eng oxirgi sudga borishdan qo'rqmang. Bizning tajribamizga qaraganda, nogironlikka oid ishlar bo'yicha sud ko'p hollarda fuqaro tomonidan qaror qiladi, chunki qonuniy asos kuchli. Ayniqsa mehnat jarohati va kasb kasalligi holatlarida sud deyarli hamma vaqt fuqaro tomonidan qaror qabul qiladi. Ish beruvchilar odatda sudgacha borilmasligi uchun yozma ravishda kelishishga rozi bo'ladi. Bu qonunni bilish kuchi. Bundan tashqari, agar siz biror bir hududda birgalikda yashaydigan bir necha nogiron bo'lsangiz yoki biror
bir jamoat tashkiloti orqali birgalikda sudga murojaat qilsangiz, sizning shansingiz keskin oshadi. Jamoat da'volari bu zamonaviy huquqiy kuch. Mana aziz vatandoshlar, men sizga bugun eng muhim ma'lumotlarni aytib berdim. Xulosaning 1.002.000 so'm bu minimum, lekin haqiqatdagi nafaqangiz va imtiyozlaringiz bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Faqat siz o'z huquqingizni bilib talab qilishingiz kerak. Eng katta dushman bilmaslik va emsak komissiyasidan qo'rqish. Bu tizim qiyin, bu yo'l uzun, lekin siz yolg'iz emassiz. Qonun sizning tomoningizdadir. Shuning uchun iltimos, bu rolikni oila a'zolaringizga, nogiron qarindoshingizga, mahallangizdagi yordamga muhtoj insonlarga ko'rsating. Har bir nogiron odam bu ma'lumotni bilishi kerak. Har bir nogiron oilasi o'z huquqini bilishi kerak. Bu mamlakatimizda 300 minglab nogiron odamlar yashaydi. Ularning har biri o'z hayoti uchun kurash olib boradi. Biz birgalikda bu yo'lni yengilroq qilishimiz mumkin. Kommentariyalarda yozing. Oilangizda qanday holat bor? Emsak sizga qanday yondashgan? Nafaqangiz qancha? Ustamalarni ola olganmisiz? Sizning har bir so'zingiz boshqa birovning hayotini o'zgartirishi mumkin. Like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing. Shunda men sizga har bir yangi qonun haqida birinchilardan bo'lib aytib beraman. Esingizga bir muhim narsani olib qo'yay. Hech bir nogiron yolg'iz qolmasligi kerak. Bu mamlakat sizga e'tibor qaratishi shart. Siz ham, sizning yaqiningiz ham, barcha otaxon va onaxonlar ham, biz hammamiz birga, biz bir oila. Qonun bu sizning asosiy qalangizdir. Bilim bu sizning asosiy qurolingiz. Bu ikki narsa birlashgandagina insof va adolat o'z o'rniga keladi. Iltimos, ushbu mavzu bo'yicha hech qachon tushkunlikka tushmang. Hamma masala hal bo'ladi, hamma tuzoqlardan yo'l topiladi. Faqat sabr va oqil harakat kerak. Men Rustam Nuriddinov, bu qonuniy nafaqa kanali. Sog' salomat bo'ling, huquqingizni himoya qilishni hech qachon unutmang. Keyingi rolikda ko'rishguncha. Xayr.